Bugun sizlar bilan xalqimiz orasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan bittasi jigarra yog' bosishi. Tibbiyot tilida aytganda jigar steatozi haqida gaplashamiz. Jigarra yog' bosishi asosan ikkita katta sababdan bo'ladi. Alkogolli va alkogolsiz muhitdan bo'ladi. Alkogolli muhit bilasiz, spirtli ichimlik ko'p iste'mol qiladigan insonlarda bo'lsa, alkogolsiz qismi ko'p xalqlarimiz orasida eng ko'p tarqalgan qismlardan bittasi bo'lyapti. Bularning eng katta sabablardan bittasini sanab o'tamiz. Noto'g'ri turmush tarzi, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri uxlash, kam harakatlik, noto'g'ri dori vositalarini ichish, bundan tashqari gormonalning o'zgarishi sababli ham bo'lishi mumkin. Endi noto'g'ri ovqatlanishga keladigan bo'lsak, siz kunlik ratsioningizda keragidan ortiq shakar ko'p mahsulotlar iste'mol qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam fast food mahsulotlari, trans yog'lar, trans jirlar, bundan tashqari tarkibida fruktoza siropi ko'p bo'lgan napitka, ichimliklarni ko'p iste'mol qilishingiz hisobiga ham organizmda energiya ko'payib ketgandan keyin bilasizlar, deyarli ko'p narsa jigarga kelib parchalanadi. Hatto dorilar ham shu jigarga kelib parchalanganda ortiqcha yuklamani xatga ketkazishni bilmay, o'sha energiyani o'zi atrofiga yog' to'plab, qorin atrofida visceral yog'lana, ya'ni yog' hujayralarini paydo qiladi. Bundan tashqari siz juda kam harakat bo'lishingiz mumkin. Kam harakat bo'lganingizdan keyin odamni yegan ovqatida siz sog'lom ovqatlanadigan bo'lsangiz ham harakatingiz kam bo'ladigan bo'lsa, odamda tabiiyki vazn ortib boradi. O'sha vazn ortib borish sababli birinchi insonda teri osti yog'lar to'planishidan oldin organizm ichidagi organlar, yurak, o'pka, buyrak, jigar, oshqozon osti bezi, undan tashqari umumiy oshqozon shlaklarini ham yog'lar egallab olishni boshlaydi. Ana o'sha organlar yog' bosgandan keyin odam tashqi qismdan semirishni boshlaydi. Ya'ni visceral semirishdan keyin teri osti yog' qatlamini semirishiga olib keladi. Bu asosiy sanab o'tgan harakatlarimizdan keyin bo'ladi. Endi aytib o'tganimizdek, organizmda jigar xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, bilasizlar. Jigarga ovqat primoy tashqi muhitdan ta'sirdan kelgandan keyin aynan shu qismda jigarni o't tufak suyuqligi orqali jigarda dori ham, ovqatlar ham, hamma narsa, asosiy ko'p narsa shu qismda parchalanib, kerakli joylarga, o'pkaga, yurakga, miyaga, orcha qismi pastga bo'lib tarqalib ketadi. Energiyani jigar o'zi parchalamagandan keyin, yegan kaloriya juda ko'p bo'lgandan keyin, uning o'zini atrofiga shu yog'larni yig'ishi boshlaydi. Keyin odam o'zi biladi, qanaqadir og'ir bo'lib qoladi, yugurganda har doimgidek yurganda, tez harakat qilganda tez charchaydi, tez terlab ketadi. Odam o'zidan o'tganini o'zi biladi. Bundan tashqari keyin ozgina mana shu jigarning umumiy qismini o'ng yoki chap qismida, aynan qaysi qismida yog' ko'p to'planadigan bo'lsa, ana shu sohalarda sekin-sekin og'riqlik berishni boshlagandan keyin siz buni his qilishingiz mumkin. Jigar deyarli og'riq sezmaydigan organ hisoblanadi. Agar tashqi muhitdan zarba tegmasa, ichki muhitdan jigar kasallanganda, jigar yiringlab, serios holatda bo'lganda ham jigar og'riq sezmaydigan organ hisoblanadi. Shuning uchun siz jigarni yog' bosganini ko'pincha holatda sezmay qolasiz. Endi buni qanaqa bartaraf qilish kerak degan savolga keladigan bo'lsak, odam birinchi o'rinda kunlik ratsionini to'g'ri qo'llash kerak bo'ladi. Ratsionidan shu fast foodlar, gazli ichimliklar, bundan tashqari shirinliklarni haddan ortiq iste'mol qilmasdan, keraklicha iste'mol qilgandan keyin haftada bir marta yoki bir oyda bir marta vazn ortishingizga qarab qilasiz, iste'mol qilasiz va qo'shimchasiga siz kletchatkani ko'proq qo'shishingiz kerak bo'ladi. Kletchatka taomlar, misol uchun salat bay, ukrop, kashnich, ko'p iste'mol qilinadigan karom, shu mahsulotlarni siz doimiy ratsioningizga qo'shib yegan bo'lsangiz, kletchatka bilasizlar, yog'larni eritish funksiyasiga ega, yog'larni yaxshi eritib beradi. Endi jigar atrofida to'plangan yog'lar visceral, ya'ni hujayraviy yog'li bo'lganligi uchun odam sport bilan shug'ullangan payti, ya'ni sport qilgan payti asosan birinchi bo'lib jigar atrofidagi yog'lar eriydi. Sababi energiyani butun badanga jigar yetkazib beradi. Keyin jigardan keyin o'pkadagi, yurakdagi, xullas umumiy ichki organ yog'lar ketgandan keyin odamni qornidagi, biqinidagi, qo'lidagi, yuzidagi yog'lar erishni boshlaydi. Ko'pchilik zalga chiqib shug'ullangandan keyin, bir hafta 10 kun o'tgandan keyin toza chiqib bo'lib, kam ves yo'qoldi, lekin badanim o'zgarish bo'lmadi, badanimdan ozmayman deb aytishadi. Sababi birinchi bo'lib organizmda visceral yog'lar, ya'ni shu organlarda yog'lar erib olganligi uchun odam o'zini ancha yengil his qiladi. O'zi sport bilan shug'ullangan paytlar ham bilasizlar, tana tuzilishidagi yog' ketmagan bo'lsa ham qanaqadir o'zingizni yengil his qilasiz, nafas olishingiz yaxshilanadi, oldingidagi ko'p terlamaysiz, energetichni, ya'ni kun davomida bo'lingan energiyangiz, taymingingiz oldingidan ancha yaxshi bo'ladi. Keyin bu yog'lar erib bo'lgandan keyin kaloriya defitsiti bo'lgandan keyin birinchi o'rinda yuz sohasiga, keyin son sohasiga, qo'l sohasiga va oxiri bo'lib qorin atrofidagi ortiqcha yog'lar erishib boshlaydi. Shu sababli ham siz vazningiz tez ketib qolganini bilmay qolasiz.
Endi keyingisi gormonallik o'zgarishi bilan ba'zi insonlarda shunaqa ukol yoki qanaqadir dori preparatlarini iste'mol qilgandan keyin organizmda gormonallik buzilish hosil bo'ladi. Shu gormonallik buzilish hosil bo'lgan paytda uni ham jigarga ta'siri bo'ladi. Jigar depressiyaga tushib qoladi. Nima bo'layotganini, qanaqa jarayon bo'layotganini tushunmay qolgandan keyin o'zini himoya qilish uchun atrofiga xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lgan yog'larni yig'ib tashlaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham dori iste'mol qilayotganda shifokor nazoratisiz o'z boshimchalik bilan iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Hattoki bosh og'rig'iga qarshi bo'lgan parasetamol iste'mol qiladigan bo'lsangiz ham aynan shu narsa oshqozonga kelib chiqib jigarga tushib, jigarda parchalanib butun tanaga tarqaydi. Bu energiyani butun badanga bo'lib berish, ya'ni hazm qilish sistemasini eng asosiy qismi hisoblanadi. Oshqozonga tushib, oshqozonni ezilib maydalangan bilan jigar buni sistematik qilib butun tanaga bo'lib beradi. Shuning uchun ham dori ichganda ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Bundan tashqari insulin gormoni odamda sahr bo'lgan payti sahrning har xil darajalari bor. Endi sahrda asosan jigarda ko'pincha yog' bosadi. Buni ham asosiy sababi shu sahr kasalligida insonda tanasida shakar ko'payib ketish yoki kamayib ketish orqali jigar bu ham shu holatda o'zini atrofiga yog' to'plab qoladi. Shuning uchun birinchi o'rinda sport bilan shug'ullanib, harakat ko'paytiradigan bo'lsanglar, kunlik yegan kaloriyalarni hisoblab, ortiqcha kerak emas narsalarni kamaytirib, foydali narsalarni ko'paytirib, harakatni ko'paytiradigan bo'lsanglar, bu organlardagi to'plangan yog'larni ketkizsanglar bo'ladi va to'planishini oldini olsanglar ham bo'ladi. Harakat qilish degani ko'pchilik og'ir sportda yoki motivatsiyada qanaqadir qiyin mashqlar bajarishga o'ylashadi. Bunaqa darajada o'zingizlarni qiynashingiz shart emas. Yoshingizdan kelib chiqib, imkoniyatingizdan kelib chiqib, xohlasangiz ko'chada, xohlasangiz sport zali, bo'lmasa uyda sport bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Kamida 8000 yoki 10000 qadam yuradigan bo'lsangiz, sizni mana shunaqa muammolar juda kamdan kam holatda uchraydi. Agar siz sport bilan shug'ullanishga, zalga borishga uyaladigan bo'lsangiz yoki vaqtingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bo'lmasa ko'chaga chiqib foydalanaman desangiz, ko'chada sport bilan shug'ullanaman desangiz, sharoit bo'lmay qolishi mumkin. Yog'ingarchilik juda issiq bo'ladigan bo'lsa, uy sharoitida o'zida ham siz sport bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Bunga bizning Power Gym kompaniyasi yordam beradi. Bemalol showroomlarimizga kelib, Maxim Gorkiyda, ya'ni Mirzo Ulug'bek rayonida bor Nurafshon ko'chada joylashgan showroomimizga kelib, mutaxassislar bilan bemalol maslahat qilib, o'zingizga mos keladigan trenajyorlarni ishlatib ko'rib, siz ishlata oladigan darajangizda mos trenajyorlar, ya'ni velo trenajyormi, liji trenajyormi, silovoy yoki begovoy darajada kerak bo'lar, balkim grevli kerak bo'lar. Shularni bizning mutaxassislar bilan maslahat qilib, o'zingiz sodalashib, xarid qilib olib ketsangiz ham bo'ladi. Butun O'zbekistonga o'zimiz yetkazib olib borib o'rnatib beramiz. Mabodosiga siz Toshkent shahar joylashgan showroomlaringizga kelishga vaqtingiz bo'lmagan bo'lsa yoki uspet qilmaydigan bo'lsangiz, onlayn ham zakaz berishingiz mumkin. Tabiiy rasm, videolar bor. Bo'lmasa video soобщение qilib, sizga tabiiy mahsulotni ko'rsatib, ishlashlarini tushuntirib, garantiyalar bilan hammasini batafsil ma'lumotlarni berishadi. Pastda ham qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, buyurtma berishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab o'zimiz yetkazib, o'rnatib, tayyor qilib beramiz. Power Gym sifatli trenajyorlar brendi.